skladga qaraydigan xodimlarning, amonlik saqlovchi xodimlarning, yana pastdagi bizning tuvan tarafdagi ishchi xizmatchilarning maoshi 3 oydan beri nima ishga taqtilmadi? Ha, direktor maaşımda bu çıqıran bundaq iş. Men şirketkilarninki 3 oylik maaşımı tutub qilish orqali Mavo bankidan o'sim berish uchun bankaga omonat qo'ydim. Shunda bo'lgan chaqda biz ashu o'sim pul bilan ma shirkatning oshxonasini beqib ketalaymiz. Uning ustiga shirkatning iqtisodiy jihatdan-mu hamda yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. Hamda yig'ib kelsak bu hammasi siz uchun-ku direktor. Men uchunmi? Kim sizni mushta bosh-boshliqlik qilsin dedi? Sizlar yuqori o'rinli xizmatchilar tuvan tarafdagi xizmatchilar qaraganda 2-3 yuqori maosh olasizlar. Sizlar qulonlar nega sunsanglar shu yerga yetidi. Nima yeganlar bo'lsa, nima kiyganlar bo'lsa, kiyib qila olasizlar. Biroq ash tuvan tarafdagi xizmatchilarchi, ularniki bir oy oldiga 3 ming ko'y maoshi, ularniki bir oylik chiqimiga ara yetidi. Ularning xotin bolalari va boqma so'nmaydi, turmushini qamdimi so'nmaydi, oilasining yukini yengillatmi so'nmaydi. Shularniki bir eg'iz gap yo'q. Lekin sizlar yana shunda yuqori maosh yeb turib, maoshinglar 1-2 kun kechikib qoldigan shu bo'lsa, menga so'zlab topdan qilib to'xtamaysizlar. Lekin shu bichora xizmatchilarni o'ylab baqdinglarmi? Yantiq shirkatimiz 3 oydan beri izchil ziyon tortyotdi deb ashularniki 3 oylik maoshini bermabsizlar. Ular 3 oy jarayonida nima yeb, nima kiygando, oilasiga, xotin bolalariga nima bergando, o'zining turmushini qanday qamdayotgandi deb o'ylab baqmanglarmi? Shular 3 oydan beri men bir eg'iz bo'shni inkosmi qilmabdi. Mana ulardagi axloqiy fazilat, mas'uliyat degan shu. Halini hekim yaptı, tayoqni yetim degandek, yantiq ularning madaniyatsiz, qaloq, tarbiya ko'rmagan, o'qimagan, saviyasiz deb tillashtiranglar. Ashular shunda jafo tortib ishlamasa, bizning shirkatning bugungi kuni bulamda sizlar issiq ishxonada o'tirib ishlay olamsizlar? Nima shu o'g'innicho? Men hozir o'ynab qo'yaman. Ay, direktor men hammani day. Ali gap qila. Direktorning shaxsiy hisobotini tekshirib baktım. Uning hisobotida 500 ming so'm naqd pul bor ekan. Undan boshqa bu pulni 3 oylik yuqori o'simlik amonat qo'yibdi. Buning shirkat hisoboti bilan qilchi munosabati yo'q ekan. Uning shirkat pulni yutilishiga bir o'xshaydi. Ma'qul bo'ldi. Oldima gapni. Nima deydi? Taxmin uchun shirkatning taraqqiyoti uchun oshxonaning yana bir nimasi uchun qilibdimiz. Mana bu oshkorlandi qo'yish. Endi sang deb qo'yay. Maoshni qilayotgan ishingning hammasini chiroyliqcha topshiramsa yoki bo'lmaydi bu ishni boshqacha bir taraf qilamdim, ikkini birini tanla. Direktor men tushundiray, biz chiroyli pora olsaylik ma'qulmi? To'xta. Seni bunda osonlikcha qo'yib bersam yaxshi bo'lmoqda. Bunda qilaylik. Sen hozirgi bosh direktorlik xizmatingni o'tkazib deb oshxona, shirkatning butun zal maydon, uningdan sirt yana hojatxonadan boshlab tozalaysan. Tozalik ishlarini qilsa, tozalikchining xizmatini o'tkazib olsa. Ondan xizmatda yana 5 yilgacha istifa berishga hargiz bo'lmaydi. Agarda buni qilmayman deb qolsang, men boshqa yo'llar hal qilsam bo'ldi. Men qilay direktor. Pastga tushib Nurimanni chaqirib qo'y. Baş direktor. Sizni bunday ishdan chaqirdim qarang. Sizningki samimiyligingizdan, xizmat qilgan mas'uliyatchanligingizdan men shunchalik ta'sirlandim. Bizning shirkatga dal sizdek odamiylik saposi yuqori ham xizmat mas'uliyatchanligi kuchli xizmatchilar kerak. Gapni asosli qo'zg'alishga kelsak, siz ertadan boshlab tillarningki bosh direktorlik vazifasini o'taysiz. Ya'ni shirkatningki mendan qolsam ishlarga siz mas'ul bo'lasiz. Qandaq? Men qila olamanmi direktor? Xotirjam bo'ling. O'zingizga ishonasiz, siz cho'qim qila olasiz. Ondan ma'o biz shu yangidan bizningki setish turimizga qo'shgan. Ya'ni bu mikro davr shirkatininki biotibobat go'yar qiz xonim qizlar oliy iksir yurishligi. Bu mahsulotni sizga beray. Buni bir ichib ko'rib baqing. Bu mahsulotmi shu
ayollardagi har xil ayollar kasalligi, umum badan sovib ketish, badan nollik kelib ketish, yana har xil ayollar kasalliklariga shunda bak yaxshi manfaat qildi ekan, immun kuchini oshirdi ekan. Siz bu mahsulotni ichib, ata ruhli qoldi keling. Qana? Rahmat sizga direktor. Men chiqib yaxshi ishlayman. Ma'qul, chiqsangiz bo'ldi.